Assalomu alaykum do'stlar. Mana bugun Master Mobile'da yangilik Vivo telefonlarimiz keldi. Y28 modelimiz. PUBG o'ynayotgan akalarimiz, ukalarimiz uchun juda yaxshi telefon. Effektlari ham normal ko'rsatib beradi. Prosessor obyektlari ham, parametrlari ham juda ham yaxshi. Bu telefonda olayotgan odamlarimizga palchiklar bonus sifatida mutlaqo texnik qo'shib beriladi. Y28 telefonlarimizga ham mana obloshkalar mutlaqo bepul qo'shib beriladi. Narxlar juda arzon. Hattoki Jizzaxda ham bu narxlarni ko'rmaysiz. Do'stlar, qo'shimcha ma'lumot sifatida aytib o'tamiz. Bu telefonlarimiz двойной prosessor bo'lib, ya'ni ikki yoqlama prosessor bo'lib, perfect sim kartalarini ham qo'yib bemalol foydalanishingiz mumkin. Master Mobile'da kutib qolamiz. Manzilimizga eslatib o'tamiz. Bu tomonimizda telefonimizda tunneldan chiqqanimizda Abbos Dunyo kafening yonidagi birinchi do'kon. Hokimiyat tomonidan kelayotganimizda Aziz do'stlar, sizlarni kutib qolamiz.